Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda partiya o'zi hokimiyat tutgan davrdagi hamma narsani saxtadan yasab chiqib, xalqiga, xalqaroga saxta ma'lumot berganligini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. U nutqni xoinlar va ideya jinoyatchilarini ayblaydigan odatdagi biror aybnomiga aylantirib qo'ysimi bo'ladi. Ammo buningda bekla uchuq bo'lib ketadi. Urush yoki 9-3 yillik ishlab chiqarishda qo'lga keltirilgan ma'lum g'alabani o'ydirib chiqarsa, bek murakkablashib ketish ehtimolligi bor edi. Buningga faqat birla o'ydirma ssenariy kifoya edi. Ushtumtut uning kalisiga xuddi asli tayyor bordakla bir xiyol keldi. Yo'ldosh Ogilvy. Bu yo'ldosh texi yaqinda urushda boturlik bilan qurbon bo'lgan edi. Xo'jaka ba'zi bugungi farmonlarida ba'zi mushunga o'xshash oddiy o'rni tuvan partiya a'zolarini tilga elib maqtaydi va uni hayotidinmi, o'limidinmi o'rganishga tegishli bir ulgiga aylantiradi. U bugun yo'ldosh Ogilvyni taqdirlagan bo'lsa-mu bo'laveradi. Amaliyotda Ogilvy ismli yo'ldosh yo'q edi. Faqat bir qancha qur xat va saxta rasm bilanla uni birdamda paydo qilg'ili bo'ladi. Winston birdam o'ylandi. Andin xotirlagishni oldiga tortib xo'jakining ham harbiycha, ham ilmiy puroq bor uslubini do'rashga boshladi. U doim avval savol so'rab, andin javob beradigan uslub qo'llanadi. Uni doğramak oson edi. Yo'ldosh Ogilvy 3 yosh cheg'idimi o'yinchiq avtomat bilan o'yinchiq tik uchardan boshqa o'yinchiq o'ynamaydi. 6 yoshida alayda e'tibor bilan cheklimini buzib, ishpiyonlarga qabul qilinadi. 9 yoshida bir guruhining boshlig'i bo'ladi. 11 yoshida tag'isining bir parig'ini anglab qilib, uningda jinoiy moyillik bor degan gumonda uni ideya saqchilariga pash qiladi. 17 yoshida bir rayonning shahvoniyatga qarshi uyushmasining tashkillovchisi bo'ladi. 19 yoshida o'zi mustaqil bir bomba loyihalab chiqadi va Tinchlik ministrligi tarafidan ishlatiladi. Hamda ularning tunji siniqidan bir portlashda Yevro Osiyo mahbuslaridan 31 ning jinini oladi. 23 yoshida bir harakatda yo'qolib ketadi. U bir qitim nihoyatda muhim hujjat yo'llanmalarini elib, Hindi okeanidan uchib o'tayotganda dushman urush aeroplanining hujumiga duch keladi. U chog'da u badaniga pulemyotni tingib, eg'irlashtirib va hujjatlarning hammasini elib tik uchardan so'g'a sakraydi. Xo'jaka yo'ldosh Ogilvyning bu qahramona ish izlarining haqiqatan odamning qoyilligi va hurmatini qo'zg'aydiganligini so'zlaydi va yana munolarni qo'shib qo'ydi. U bütün hayotida tamoman shaxsiyatsiz yashagan edi. Aroq tamokiga yo'lamaydi. Har kuni gimnaziyada 1 soat chiniqatdi. Buningdan boshqa ko'ngil ichish faoliyati yo'q edi. Umr bo'yi bo'ytaq o'tishga qasam qilgan bo'lib, u nikoh va oilani partiya uchun 24 soat xizmat qilishga qashila deb qaraydi. U insokning prinsiplaridan boshqa temalarda parang qilmaydi. Uning hayotida Yevro Osiyo armiyasini mag'lub qilish, jasus, ag'durmichi ideya jinoyatchilari va xoinlarni tutishdan boshqa maqsadi yo'q edi. Winston yo'ldosh Ogilvyga alayda to'kpa mukofoti yezish yozmaslik haqida uzun dilig'ul bo'ldi. Oxirida yozmaslikni qaror qildi. Chunki bu yezib qo'yilsa Ogilvyni yana boshqa birovga silishtirishga to'g'ri kelib, zaruriyati yo'q ortiqcha xizmatdan yana birsi qo'shiladi. U udul ishxonadagi raqobatchisiga yana bir qitim qaradi. Qandaqdir narsa uni Tillistonning o'zi bilan o'xshash xizmat qilayotganligiga ishontiryotdi. Oxirida kimning qilganining tanlanganligini bilish mumkin emas edi. Ammo Winstonning o'zininkining qabul qilinganligiga bo'lgan ishonchi bekla kuchli edi. 1 soat burun texi tasavvurdimi mavjud emas yo'ldosh Ogilvy mana endi bir paketga aylangan edi. Bu ish Winstonga tuyuqsiz qiziq tuyulib ketdi. O'lgan odamni paydo qila oladingiz, ammo tiriklarni paydo qilish mumkin emas edi. Yo'ldosh Ogilvy aslida mavjud emas edi. Mana endi o'tmishdimi mavjud bo'ldi.
Kunlarning birida bu o'ydirmachilik unutilganda, u xuddi Charli Magni yoki Julius Qaysardekla tarixiy shaxsga aylanatdi. Cho'nqur yer ostidagi bu tomoqxonaning to'risi bekla past edi. Tomoqqa tizilgan uchrat asta-asta siljiyotdi. Odam nihoyatda ko'p bo'lib, varang-churungdan quloq pong bo'lib qolatdi. Pokay tarafdan metal hidi kelib turadigan buz puqrab turadi. Ammo bu hid yanala zafar orcha hariqining puruqini bosolmagan edi. Tomoqxonaning yana bir tarafida bir haraq bo'tkisi bo'lib, uningga tomdan birla to'shik ichilgan edi. 10 tiyinga faqat cho'ngroq bir o'tlam haraq keladi. Mana men izlab yurgan odam, degan ovoz keldi Winstonning kaynidan. Winston o'rildi. Bu odam uning do'sti Sayim edi. Sayim tadqiqot boshqarmasida ishlaydi. Balkim do'st desak, toza joyiga tushmas. Chunki bugungi kunlarda do'st yo'q. Faqat yo'ldoshlar mavjud. Shundaqdimi odamga ba'zi yo'ldoshlar yana ba'zi yo'ldoshlardan yaqinroq tuyuladi. Sayim bir filolog bo'lib, yangi tilda ishlaydigan bir mutaxassis. Mundaqcha aytganda, hozir yangi til lug'atining 11-nashrini tuzayotgan g'oyat cho'ng bir mutaxassislar guruhining a'zosi edi. U Winstondan jo'g'i kichik, nihoyat o'riq bo'lib, chochlari qora, ko'zi yo'g'on, po'ltay ko'z odam edi. Ba'zida bekla g'amkin ko'rinadi. Odamga gap qilayotganda xuddi odamning yuzidan bir narsa izlayotgandek tikilib o'ltiradi. Saqaltig'i bormi? Shuni so'ramoqchidim, dedi u. Bir talmi yo'q, dedi Winston tezda sal o'ng'aysizlanib. Hamma yerni izlab ketdim, ammo topolmadim. Yo'q ekan. Hammaylar sizdan tig' so'raydi. Amaliyotda Winstonda 2 tal bor edi. U buni keyin ishlatgili saqlab qo'ygan edi. Bir qancha oydan buyon saqal tig'ini topqili bo'lmas bo'lib ketdi. To'la vaqtlarda nurg'un lozimatliklarni partiya do'konlari ta'minlab bo'lolmaydi. Yili tugma, yili yeyib, ba'zida turibla bo'qish topqili bo'lmay qoladi. Endi navbat tig'qa kelgan edi. Bu buyumlarni faqat erkin bozorda o'g'irliqcha timis qilib izlaganda ondan topqili bo'ladi. 6 hafta bo'ldi. Bir tig'ni ishlatyapman, dedi u yolg'on aytib. Uchrat birdam yo'tkaldi. To'xtaganda Winston yana Sayimga buraldi. Hammaylan Pokayning bir beshiga dastalab qo'yilgan, moylishib ketgan temir taxsidan birdan ko'tarib olgan edi. Tunogin darg'a esilgan mahbuslarni ko'rgili bordingizmi? dedi Sayim. U chog'da ishlayotgan edim, dedi Winston ko'nglashmagandek. Endi uni kinodan ko'rmanda. Naq maydondagidek bo'lmaydi-da, dedi Sayim. Sayimning masxirlik nazari Winstonning yuziga tikildi. U ko'zi. Men seni bilman, ichingdagi simon ayon. Tunogin u yerga nimishqin bormag'iningni obdan bilaman, devatqanda qiladi. U tasavvur qilg'isiz ashaddiy sadoqatmanlardan edi. U tik ucharning dushman yezlarini qandoq bombardimon qilganligi, ideya jinoyatchilarining sotlanganligi va jinoyatini qandoq topshirganligi, muhabbat ministrligining yer osti kameralaridagi qatl qilish degandek odamning tinini shurkandiradigan ishlarni nihoyatda huzurlanib, zo'q-sho'x bilan so'zlaydi. Uning bilan paranglashganda uni bundaq temalardan chatlashtirish bir masala edi. Uni amal bor, yangi tilga aloqador gap so'zlar bilan tutib turishga to'g'ri keladi. U bu temada bir nupus egisi bo'lib, uning bu haqdagi gaplarini odamning anglag'usi keladi. Winston Sayimning cho'ng qora ko'zlarining sinchilashlaridan o'zini qochirib, beshini sal yonga tortdi. "Qoltis payzi bo'ldi", dedi u aslab. "Ularning putini bog'laganda og'irgan o'xshaydi. Men ularning ashu jon talishib put tepishini ko'rishni yaxshi ko'raman. Hamiddin bek, oxirdagi tili ko'p-ko'k bo'lib sangilab qolgandagi hayojonni demaysan. Meni mushundaq inchika joylari huzurlantirdi. Yana beringlar, deb to'lidi oq partuq tortib olgan bir purultar chumichini palanglatib. Winston bilan Sayim taxsilarini to'saqning ostidan so'ndi. Ularning taxsisiga normalik tushlik tamiqi, bir kichik temir qachida qizg'uch ranglik dumlab pushirilgan say, yo'g'on bir parcha bulka, bir parcha pishloq, bir istakan sutsiz zafar qahvasi, yana bir tal shakar javhari tableti usub berildi. "Avu yerdagi ustalga borayli, ekranning ostidagi mang'aj archa hariqidan elib olayli",
dedi Sayım. Archa harıqı ularga tutquş yo'q Jungo romkisidan sunuldi. Ular qıstancıqni kesib o'tib, heliqi üstü tümirdi qaplangan üstelga keldi va taxsilerini qo'ydi. Üstelning bir burjikida Seymu tang bir döve meynet suyuqluq turatdi. Qarmoqqa birov qusib qo'ygandek qiladi. Winston romkini ko'tarib birdam to'xtab oldi-da, ondan bu may tetadigan suyuqlikni güppide ko'taribdi. U ko'zdan etilib chiqqan yeshni surtib etib, qursiqining ichib ketganligini his qildi. U dumlangan sayni qo'shiqlab yeyishga boshladi. Say yana doimqidek buzilib qolgan edi. Ichida rangi qizg'uch, bulutdek yumshoq chasa bir nimalar bo'lib, go'shtdan tayyorlangandek qiladi. Taxsilarni bekorlab bo'lguncha hech kim un chiqmadi. Winstonning sol tarafidagi ustalda biraylan nihoyatda yuqori ovozda to'xtamasdan so'zlayotdi. Uning o'rdak qaqildagandek bo'g'iq ovozi uyning ichini bir olgan edi. "Lug'atning ishlari qandoqroq ketyotidi?" deb so'radi Winston yenidagi ovozdan yuqoriroq ovozda. "Pasrak", dedi Sayim. "Men sifatlarni ishlayapman, bek qiziqarliq." Lug'atning gapini anglab, uning chiroyi pallada ichilib ketdi. U oldidagi taxsini bir chetga istirib qo'yib, kichkina qo'lida bolka, yana bir qo'lda pishloqni tutib, ustalga yaqin kelib engishdi. Bundaqda ular o'lik tovlashib paranglashmasmi bo'ladi. 11-nashrga bekitilgan nusxasi, dedi u. Biz hozir tilni o'zini eng oxirgi qilipiga ilib keldik. Bundaqda hech kim boshqa hech nimani so'zlayolmaydi. Biz buni to'liq tamomlaganda sizlardek odamlar buni qayta yangvoshdan o'rgansanglar bo'lmaydi. Shundaq deyalaymanki, siz cho'qim sizlarning xizmatinglar yangi so'z ijod qilishqu deb o'yladingiz. Hargiz undaq emas. Biz har kuni yuzlab so'zlarni buzyapmiz. Biz hozir tilni chekiga yetkazib kichikiltyapmiz. Lug'atning 11-nashrida 2050-yildan burun iste'moldan qoldigan birmu so'z bo'lmaydi. U bolkidan bir tishlam tishladi va uni tuzuk chaynamayla yutibetdi. Ondan nihoyatda mamadonlarcha qizg'inlik bilan so'zini davomlashtirdi. Uning qaramtul yuziga jon kirib, ko'zidanmi bayonqi masxara nurlari yo'qab, xumarlashib ketdi. So'zlarni buzish ajoyib qaltis ishkan. Bundaq so'zlar albatta fe'il va sifatdan jiq chiqadi ekan. Shundaqdimi yanala ismdan necha yuzni yo'q qilishga to'g'ri keladi ekan. Ma'nidosh so'zlarnila emas, qarama-qarshi ma'nilik so'zlarni yo'q qildik. Faqat boshqa so'zlarning qarama-qarshi ma'nisida bo'lib qolgan. Mundaq so'zlarning mavjud bo'lishining zodi nima ahamiyati bor? Bir so'zning qarama-qarshi ma'nisi o'zining ichida bo'lgan bo'ladi. Yaxshi degan so'zni olaylik. Yaxshi deydigan bir so'z bo'lgan yerda undaqda yomon degan so'zga nima ehtiyoj? Yaxshi emas degan so'z dal mushu ma'noni ifodalaydi emasmi? Hatto texmo dal ifodalaydi-ku. Chunki u yaxshining dal ta'turi. Yomon degan so'z bo'lsa undaq emas. Yana olaylik. Agar siz yaxshining texmo kuchaytirilgan ma'nosini ishlatmoqchi bo'lsangiz, undaqda a'lo, qaltis degandek ma'nosi tutuq so'zlarni ishlatishning nima hojati? Qo'sh yaxshi desangiz bo'lmadimi? Yoki texmo kuchlikroq ma'noda ishlatmoqchi bo'lsangiz, qo'sh yaxshi desangiz bo'laverdi. O'xshash ma'noni ifodalay olasiz. Albatta, bizmi bu so'zlarni hozir ishlatyapmiz. Ammo yangi til lug'atining yangi nashrida bular ishlatilmaydi. Oxirida faqat olti so'z bilanla yaxshi yomon degan ma'noni to'liq ifodalaymiz. Amaliyotda birla so'z bilan qaltis emasmikan? Ha, Winston? Amaliyotda bu eng dastlabda G'o'jakining ideyasi edi, deb qo'shib qo'ydi Sayim birdam o'ylanishdan keyin. G'o'jakining ismini anglab, Winstonning chiroyida bir xil parvosizlik ifodasi g'ilpalla o'tib ketdi. Sayim Winstonning chiroyidan toza qizg'inlikni ko'rolmadi. Yangi tilning ahamiyatini haqiqiy his qilolmayapsiz, Winston, dedi Sayim ko'ngli yerim holda. Siz hozir yeziqchilik qilsangizmi, yanala konu tilda fikr qilyapsiz. Toyimizdagi ba'zi yozmalaringizni o'qidim, yomon emas, ammo tarjima tili bo'lib qolgan. Gerçi işletken sözlerinizin ma'nilari hem tutuq, hem bema'nilarcha ko'p bo'lsa-mu, qalbingizda siz yanala konu tilga moyil. Siz so'zlarni vayron qilishning go'zalligini his qilolmayapsiz. Bilamsiz? Faqat yangi tillar hozirgi dunyodagi so'zliklari yil sari ozayotgan birdan bir til.
Winston'ның buni bilgüçiligi бар, әлбәттә. U күлімсірді və bu күлімсірішінің özünün qoşulğanlığının alameti bulışını ümid qildi. Çünki u yana sözləy depmi özüge işenç qılalmadı. Sayın Bolkidin yana bir çislem çaynağaş sözünü davamlaştırdı. Yeni tilning bütün maqsadining tafakkurni taraytish ekanligini bilmedingizmi? Oxirgi nishonda biz ideya jinoyatini til jihatdan yuz beralaydigan holatga tushirmoqchi. Shunda qilolsak, bu jinoyatni sodir qiladigan so'z qilmaydi. İfodalamoqchi bo'lgan har qanday hukmni faqat birla so'z bilan ifodalaymiz. U so'zning ma'nosi aniq bekitilgan. Boshqa har qanday qo'shimcha ma'nolar yo'q qilib etiladi. Unutib ketilgan bo'ladi. Biz bu qitimqi 11-nashrda bu nishonga zo'r darajada yaqinlashdik. Ammo bu xizmat siz, men o'lib ketgandan keyin davomlashadi. Yil seri so'zlar oziydi. Shuningga agishib ongning doirasini kichiklab mangadi. Albatta, hatto hozirmi ideya jinoyati sodir qilishning hech qanday bahonasi qolmadi. Bu faqatla o'zini ko'ndirish va reallikni kontrol qilish masalasida bo'lib qoldi. Ammo eng oxirida hatto bularga ehtiyoj qilmaydi. Yangi til putilgan chog'da inqilob ondan tamomlangan bo'ladi. Yangi tilning o'zi insok. Shundaqla insokning o'zi yangi tildir. O tulumu sirliq bir rozmanlik tuyg'usida bu oxirgi so'zni qo'shib qo'ydi. 2050-yilga borganda biz ikkimizning shu topdagi parangimizni tushunoladigan birmo odamning qolmaydiganligini o'ylab baqdingizmi? Faqat deb boshladi Winston dargumanda. Ondan tuyuqsiz gapini to'xtatib oldi. Faqat proletardan boshqalar degan so'z tilini uchiq kelib qolgan edi. Ammo u bu so'zning ma'lum darajada sadoqatsizlikdan derak beradigan, bermaydiganligiga jazm qila olmay o'zini tutib oldi. Halbuki Sayim uning nim demoqchi bo'lganligini allaqachon bilib bo'lgan edi. Proletarlarla emas, dedi u parvosizlarcha. 2050-yilga borganda meningcha ko'nitil to'liq yo'qaydi. O'tmishga tava barliq yozma vasiqalar g'oyib bo'ladi. Chaucer, Shakespeare, Milton, Bayrutlar faqat yangi tilda mavjud bo'ladi. Albatta, o'zgartirilgan holatida. Amaliyotda ular o'ziga tamoman qarshi shaxslarga aylantiriladi. Partiyaning yozma hujjatlarimi, hatto shuarlarimi o'zgardi. Hurlik, qulluqdir degan shuar qandaqdir u chog'larda mavjud bo'lib turadisun. Chunki hurlik hukmi allaqachon yo'q qilingan tursa, tafakkurning butun qurilmasi o'zgardi. Amaliyotda u chog'da hozirgidek ideya tafakkur deydigan bir nim bo'lmaydi. Sadoqatmandlik hukmi tafakkur qilmaslik, ya'ni tafakkurga ehtiyoji bo'lmaslik bilan barobar hukmga aylandi. Ya'ni sadoqatmandlik demak, ongsizlik demakdan derak beradi. Winston Sayimning uzoqqa qolmay parga aylanib ketadiganligiga birdilla chim pitib qoldi. U bek aqlliq edi. U shaylarning moyitini bek aniq ko'ratdi va oshkora so'zlayverdi. Partiya bundaq kishilarni yoqtirmaydi. Kunlarning birida u yo'qab ketadi. Bu uning so'z atidilla chiqib turadi. Winston bolkisi bilan pishloqni yeb bo'ldi. U qahvasini ichish uchun o'rindiqda ozroq cho'rilib o'ltirdi. Uning yanidagi hiliqi yuqori ovozli odam texcha vaqirab so'zlayotdi. Uning kotibi bo'lsa kerak. Winstonning kaynida o'ltirgan bir yosh ayol uning so'zini berilib anglayotdi va u aytgan har qanday so'zga ichidan qo'shilayotganda qiyofatni ifodalab turadi. Winston pat-pat u ayolning bir xil ayollarcha ahmoqlik chiqib turadigan ovozda: "Meningcha, degingiz to'g'ri. Men sizning qarshingizga tamoman qo'shilaman" deganini anglab qoladi. Ammo u erning ovozi bu qiz so'zlayotganda bisiqmidi. Winston u odamni bir qarab tunidi. Ammo u bu odamning faqat roman boshqarmasidagi muhim bir o'rinda ishlaydiganligidan boshqa hech nimani bilmaydi. U 30 yoshlar chamasidagi bo'yinlari to'm, eg'izi yo'g'on odam edi. U beshini sal keyniga g'adaytib olgan bo'lib, bulungda o'ltirganlikdan ko'zoynagiga nur tushib paqirab turadi. Winston uning ko'zining o'rnida faqat yo'g'on 2 dona aynaknila farq etdi. Qo'rqinchli ish shuki, uning sharildab to'kilib turgan so'zlaridan hech narsani ilg'or qilg'il bo'lmaydi. Winston uning goldisizmchi tüp yıldızdan yo'qotish degan bir eg'iz gapini anqira oldi.
Uning boshqa gaplari o'rdak g'oqildigandek g'oqdan boshqa narsa emas edi. Gerçi siz uning zodi nima deyotganligini aniq anglayolmaysizmi, ammo shaklanmasdan jazmlashtirayotdingizki, u ya Goldsteinni söküyotgan, ya ag'durmichilar va ideya jinoyatchilariga texmi og'ir jazo talab qilayotgan. Yevro Osiyo armiyasining dushmanligiga g'azab nafratini bildirayotgan, yoki bo'lmasa G'o'jakini yoki Malabar frontidagi qahramonlarni maqtayotgan bo'lishi mumkin edi. Vaholanki, nima deyishdan qat'iy nazar bularning hech qanday farqi yo'q. Ishqilib, uning da'vatqanlari mutlaq sadoqatmanlik, tamoman insof edi. Uning ko'zsiz yuzi va tez-tez ko'tarilib tushayotgan javg'aylari qarab, Winstonda u bir odam zoti emas, balki bir qo'rchoqdek g'alati tuyg'u paydo bo'lib qoldi. Hozir bu odamning mingisi emas, faqat Karniyla so'zlayotdi. Uning eg'izdan chiqayotgani muayyan ma'no anglatadigan so'z emas, bir qator so'zlar tizmisi edi. Bu xuddi o'rdakning g'oqildishidek ongsizlikdan chiqayotgan bir g'oq edi. Sayim bir pas jimib qoldi va qo'lidagi qo'shiq bilan umashlashib ketgan sayni quchib, bir nimalarning shaklini sizishga boshladi. Atrof shuncha varang-churang bo'lsa-mu, yondagi hali ham to'xtamay jaranglayotgan yiliq ovoz yanada aniq anglanib turardi. Yangi tilda bir so'z bor, dedi Sayim. Siz bilamsiz bilmadim. O'rdak so'zi deyiladi. Ya'ni o'rdakdek g'oqildash degan ma'noda. U bir-biriga zid ikki xil ma'noga ega, qiziqarli so'zlarning biri. Raqibiga ishlatganda kamsitish, chukurish ma'nosini anglatadi. Siz bilan o'rtaq fikrli kishiga tadbiqlanganda bo'lsa, maqtash ma'nosida keladi. Shak shubhisizki Sayim cho'qim parg'oyinib ketadi. Winston yana shuni o'yladi. Gerçi u Sayimdan seskansimu, Sayimmi uni yoqtirmasimu, uning buni o'ylagach ko'ngli yerim bo'ldi. Sayim xolisla Winstonni ideya jinoyatchisi deb pash qilalaydi. Sayimda qandaqdir bir chatoq bor edi. Uningda ish qilib bir nima kam edi. Uningda bir xil ehtiyot, beparvolik, puxtalik kam edi. Uni sadoqatman emas deyish mumkin emas. U insofning prinsiplariga qat'iy ishindi. G'o'jakiga cho'qinadi. G'alabalardan cheksiz shodlikqa chumidi. G'ayri ideyadagilardan nafratlandi. U bularni samimiyligidan emas, muhimi davomli yolqinjab turadigan o'tdek qizg'inlik bilan qiladi. Har vaqt yangi uchurlardan xabar tepib turdi. Odatdagi partiya a'zolari bundaq mukammallikni ado qilib bo'lolmaydi. Shundaq turuqliq, nemishqidir uningda odamni to'liq ishonishdan to'sib qo'ydigan allaqandoq alomatlar bor edi. U demaslikka tegishli gap so'zlarni daviratdi. Bek jiq kitob o'qiydi. Doim rassom muzikantlarning uvisi hisoblanadigan Kashtan darixi qahvaxonasiga boradi. Bu qahvaxonaga bormaslik haqida biror yozma qonunmi yo'q. Bu yerda hech qanday qonun yo'q. Ammo nimishqikin bu yer bir shum yer hisoblanadi. Partiyaning burunqi ishonchni yerda qo'ygan rahbarlari to'liq tozlanishdan ilgari mush yerga yig'iladi ekan. Necha 10 yillar ilgarimi Goldstein o'zi bu yerga kelganmishkan. Sayimning taqdirini faraz qilmoq tas emas. Ammo shunisi aniqki, agar Sayim Winstonning yoshurun qarashlarini bilib qolsa, darhol ideya soqchilariga pash qiladi. Albatta, boshqalar bilib qolsa shunda qiladi. Ammo Sayim hammadan aktiv edi. Qaraganda qizg'inlik bo'lsa yetarlik bo'lmaydiganda qiladi. Sadoqatmanlik ongsizlikdan iborat edi. Parsnus keldi, dedi Sayim beshini ko'tarib. Uning talaffuzidan iliqi döt ishak degan ohang chiqib turadi. Winstonning zafar binosidagi qo'shnisi Parsnus rostilla ularga qarab kelyotdi. U sal samirib qolgan, o'tira bo'y, sochlari shalong, yuzi poqiga o'xshaydigan odam edi. U 35 ga kirgan bo'lib, bel bo'yinlari xeli tomlashib qolganiga qaramay, harakati yanala yosh yigitlarnikidek chaqqan, chabdas edi. Uning butun turqi bakrak yo'g'inib qolgan balag'ila o'xshaydi. Gerçi u odatdagi xizmat kiyimi kiyib olgan, bo'lsa-mu odamga yanala ko'k kusar, kulrang mayka kiyib olgan, bo'yniga qizil galastuk taqib olgan bala ishpiyonlarda ko'rinadi. Odam uni ko'z oldiga keltirganda semizligidan tizida katak paydo bo'lib qolgan,
Дықмақ біләклердікі яңлерін түріп алыдыған бір бала аян болады. Әмелиятта, әр қатымлық коллектив дала yürüyüşi дегендек фаалиятлар Парсонусның косар кевелішіға нахайты обдан баханы болады. Парсон ular bilan «Hallo» degince nahayt kızgın görüştü ve üstelde oturdu. Onundan daimkide küçlük ter pırıqı güpüldep gelip duratdı. Onun kızdırıp ketken yüzlerinde tıkçe moncak terler var idi. O adetten taşqırı terleydi. Ammavi faaliyet merkezinde siz palaqtiki nemdilla Parsonun qaçan tik tak top oynağalığını eğitip bereleydiniz. Sayın bir munca söz yazılgan bir qağazını çıkardı ve kızıl qalamni tutup qağazga qarashqa başladı. Qara onunğa tamaq vaqtidim işləvatıdı, dedi Parsons Winston'un oqub. Alamet qızgın hə? Nimler bu burader? Həqaçan mən asan düşünələydiğan nərslər emas. Burader Smith, nemişqa seni izləb bu yergəcə kelganligimni desəm, sen mağa berdiğan ianini unutup qaptikensən. Qaysı bulğu itdi? Dedi Winston portmalını sılaştırıp. Adətdə maaşının 4-dən 1-i ianiga ketətdi. İana namının köpligidən adam daim qaysı iana işkeligini unutup qalatdi. Nəfrət təptisi üçün, sen bilirsən, həmmeylənge kelidu bu iana. Mən bizning məhəllininkini yığışqı məsul bolğandım. Biz bütün tirişçanlığımızı işqa silib, özümüzni obdan bir ko'rsatib qo'ymoqchi. Ish qilib, sang deb qo'yay. Agar Zafar binosi ko'chimizda hammadan ko'p bayroq asalmasa, bizning xatoligimiz emas. $2, ha. Sen manga shundaq va'da qilganding. Winston uningga 2 varaq nihoyatda kirlash, qatlashib ketgan pulni sundi. Parsons uni kichik xotira daftariga savodsizlar yeziqida rattik xotirlab qo'ydi. Ha rost birodar, tunugin bizning kichik shumtak sanga ragatga yetibdi. Uni obdan adablab qo'ydim. Agar yana shundaq qilsang, ragatgangni tortib olaman, deb qo'rqitibmi qo'ydim. Qarasam u darg'a esish maydoniga bora olmaganiga ko'ngli yerim bo'lgandek qiladi, dedi Winston. Ha shuni demoqchidim. Ammo shundaq ruhning bo'lgani yaxshi. Shundaq emasmi? To'limi gapsiz ular. Ikkilisi shundaq. Ammo qizg'inligi ajoyibda. Bütün o'y xiyoli ish yo'lliq. Urushda emasmi? O'tgan shanba ularning atriti birik xomis tarafda dala yurishga chiqqanda qizimning nima ish qilibdi demamsan? U boshqa 2 qizni o'ziga agashtirib, atratdan sug'urilib chiqib, bütün bir tushdan keyin bir yo'chin odamni poylab yuribdi. Ular u odamning kaynidan saq 2 soat iz besib, quyuq daraxtlikdanmi o'tibdi. Oxiri Amir Shamga kelganda uni chorlug'uvchilarga fosh qilibdi. Nimishqa shunday qilibdi? deb so'radi Winston sal cho'chib. Mening qizim uni chuqum parashyut tushgan dushman alaydi xodimi deb o'ylab qolgan o'xshaydi. Masala dal mushu yerda birodar. Siningcha qizim nimishqa uni ko'ribla shunday gumon kelib qolgandi? Qizim uning bir g'alita oyoq kiyib olganligiga diqqat qilibdi. Qizimning deyishicha, ilgari u hech kimning undoq oyoq kiyganligini ko'rib boqmabdi ekan. Shuning bilan uni cho'qim chetdanlik deb o'ylabdi. Bekla aqlliqa. Amdila 7 yosh kirgan turxliq. U odam qandoq bo'ldi keyin? deb so'radi Winston. Bilmayman-da. Albatta, agar u mundoq bo'lib ketsa-mu hayron qolmayman-da. deb Parsons qo'lida miltiqni do'rab, eg'izda portilgan ishorini chiqardi. Yaxshi, dedi Sayim oldidagi qog'ozdan beshini ko'tarmay. Albatta, har qanday yuchiqqa sal qarsak bo'lmaydi, dedi Winston aran. Demoqchi bo'lganim hozir urush bo'lyotdi. Parsons shundaq deyishigila, uning gapini tasdiqlagandek, ularning kalisining ustidagi ekrandan tuyuqsiz bir ovoz yangrab ketdi. Biroq bu urush g'alabasining xabari emas, balki mo'lchilik ministerligidan kelgan uqtirish edi. Yo'ldoshlar, deb tovladi bir qizg'in yosh ovoz. Diqqat yo'ldoshlar! Bir g'alaba xabari yetkazildi. Biz ishlab chiqarish jangida g'alabani qo'lga keltirdik. Har qaysi sohadagi iste'mol buyumlarining ishlab chiqarilish miqdori haqidagi sonliq ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, umumiy xalqning turmush saviyasi o'tgan yildagidan 20% eshibdi. Mana bugun atdigan bütün okeaniyadagi ishchilar o'zligidan zavod korxonalardan yo'llarga chiqib, qo'llarida bayroqchilarni lapildatib,
paradqa dəssəb Xoca akaning dana rəhbərligi ostida qo'lga kelgan bu yangi baxtlik hayot uchun Xoca akaga cheksiz tashakkurni bildiryotidi. Tuvanda sonliq ma'lumotlarni anglaysizlar. Yemək içməklər. Bizning yangi baxtlik turmushimiz degan so'z bir qancha qitim takrorlandi. Yaqinning yoqi Mo'lchilik ministrligi bu so'zni to'la ishlatadigan bo'lib qolgan edi. Parsnos ekranning ovozidan mangdab qolgan edi. U jiddiy qiyofatda uni angladi. O'zoyidan anglab zerikganda qiladi. U statistikani tushunolmaydi. Ammo u statistikaning odamni mamnun, rozi qiladigan narsa ekanligini biladi. U yerimig'icha qop-qora tamaka bilan to'shqizilgan maynat g'angzini chiqardi. Hozir tamaka haftada faqat 100 gramla ta'minlangan bo'lg'achqa g'angzni liq to'shqizish mumkin emas edi. Winston bo'lsa zafar sigaretini to'g'risiga tutib chekyotdi. Yangidan ta'minlash ati boshlanadi. Winstonda aran 4 dal qolgan edi. U hozir yiroqdagi ovozlardan quloqini qochirib, ekranda o'qiyotgan narsalarni anglayotdi. Ekranda Xo'ja akaning shokolad ta'minot miqdorini haftada 20 grammga ko'targanligi uchun tashakkur namoyishi ko'rsatilyotdi. Texi tunugula texi 20 grammga tushirganlik uqtirishi tartilgan edi. Acaba ularning texi 24 soat bo'lmayla uni unutib ketishi mumkinmi? Rost, ular unutib ketgan edi. Winston mu unutib ketgan edi? Xuddi hayvonlardeklar unutib ketgan edi. Yandagi ustaldagi ko'zsiz maxluqmi unutib ketgan. Texi o'tgan haftadala 30 gram edi-g'o. Deydiganlarni fosh qilish, surishtirib tepish, parga aylantirib o'tishdek asabiy qizg'inlik, ishtiyoq bilan unutib ketgan edi. Soyimmi o'xshashlar. Ammo sal-pal murakkab o'y, qo'sh tafakkur bilan unutib ketgan edi. Uchu. Acaba Winstonlar xotirasi saq qolganmidi? Shunda qilib bu qitimliq roman o'qishimiz musharkichi bo'ldi. Davomini kelgan qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.